Assalomu alaykum. Hormayli yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Mana joy tayinlashni boshlab yubordik. Bismillah. Xudo xolisa 18-da turishadi. Xudo xolisa 18-da ko'payamiz. Xudo sekin joy qilishni boshlaydi. Xudo xolisa o'zi. Mana bular kirib sekin shu tayyorgarlik ko'rishni ham boshlab yuboryapti. Har safar tozalab, yoqib qilsa, xudo xolisa yaxshi bo'ladi. Qochib tur. Ha, malades. Bu xonamiz bo'ldi mana xudo xolisa. Boshqa xonamiz gofrasi bor xona. Shu nariyoqqa tortadi hammasi o'zi. Bu yoqni tayyorlaymiz endi. Mana bu gofra. Mana muzdek havo kelyapti. Tabiiy muzdek bo'ladi bu. Nariyoqdan hozir ventilyator tortayotgani hisobiga bu yerdan suv tushganiga muzdek bo'lib turibdi. Maza qilib turadi. Isib ketmaydi-da. Bularda zavodskiy shubasi bor-da. Hozir bu yog'i yoz ancha issiq bo'ladi. O'shani hisobini olib qo'ysanglar, salqin qilib bersanglar, qancha salqin bo'lsa, ularga shuncha maza qiladi. Issiqda bular juda qiynaladi nafas olishga ham. Juda qiynalib qolishadi. Shuning uchun bularga sharoit qilib bersanglar, xudo xolisa yaxshi ko'payadi. Har основной mana shu havoda bularga muzdekgina havo qilib berish kerak. Konditsioner bo'lmaydi-da bularga. Xudo xolisa bo'p qoldik. Qochib tur. Bismillah. Mana bo'ldi oxirgisi bu.
Mana bo'ldi, xudo xolisa tayyor. Inshaalloh tayyor bo'ldi.